ko'p ehtimol endi baribir ming orzu qilsak hamda, ming orzu qilsak ham biz jahon chempioni bo'la olmaymiz. Men ochiq aytayin, agar kimdir o'ylayotgan bo'lsanglar, yo'q. Men ham shu yarim final deb o'ylayapman. Patolog. Shuda jahon chempioni bo'ladi. O'shaning uchun biz uchun juda muhim yaxshi taassurot qoldi. Millatimizni, davlatimizni umuman anaqa yaxshi taassurot qoldirish bu natijadan muhim. Bilmayman nima qiladi. Mana yaponlar o'sha butun dunyoga dars berib ketdi-da, masalan o'sha o'tirgan joyini tozalab ketdi muxlislar. Yo bo'lmasa bironta yapon futbolchisining mana qaysi 98-yilda o'tgan asrdan beri jahon chempionatida qatnashadi. Bironta qo'pol sizni yodingizda qolgan qizil kartochkasi bormi? Yo'q. Yo boya kechagidaqa bir ya Son Heung-minni bitta qizil kartochkasi bor, yig'lab, uzrlar so'rab, bormi o'zlariga borib mana o'ldirib olaylik. U koreyalik. Yo'q, yaponlar. Ya bildim, yaqin ko'rdim ochib. Juda zo'r taassurot qoldiradi. Tozalab ketishi bilan hammaga yuqtirishdi. Bizda yomon tarafi, eng yomon tarafi mana shu Marokash birinchi musulmon davlatlar